Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho beradiganlar hozir ko'p uchrab qolyapti. Bilsanglar, shakar bilan tuz ham tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshaydi. Lekin ularning mazasi ikki xil, ta'mi ikki xil. Shuning uchun odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho beradiganlar hozir ko'p uchrab qolyapti. Bilsanglar, shakar bilan tuz ham tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshaydi. Lekin ularning mazasi ikki xil, ta'mi ikki xil. Shuning uchun odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermanglar.